viloyatining Xatirchi tumanidagi Angidon mahallasini Xatirchining Shvetsariyasi deb atashadi. Hududning toza havosi va tabiatining go'zalligi sayyohlarni o'ziga rom etib kelmoqda. Ayni manzilni turizm qishlog'iga aylantirish maqsadida yo'llar asfalt qilinib, mehmon uylari tashkil etildi. Shuningdek, sayyohlarni ko'proq jalb etish maqsadida hozir amaliy ishlar olib borilmoqda. Mavzu muxbirimiz davom ettiradi. Ayni kunlarda tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi tomonidan ushbu qishloqning aholisi hamda sayyohlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida umum foydalanishdagi avtomobil yo'liga asfalt yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda. Mehmonlarimiz kelib ketishi, mezbonlarimiz ularga xizmat qilishida mana shu yo'llarimiz noqulayligi sababli ta'mir talabligidan juda ham aziyat chekkan edilar. Endi aholimizga ancha qulayliklar yaratildi. Angidon qishlog'i xushmanzara tabiati, maftunkor bog'lari boshqa hududlardan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Tabiatining go'zalligidan bahramand bo'lish maqsadida yilning 4 faslida ham ushbu manzilga sayyohlar tashrif buyuradi. Har yiliga 2-3 marta kelib ketamiz pensionerlar. Bizga bergan xordiq osh juda ham yoqadi. Ob-havosi yaxshi, buloqda suvlari yaxshi, insonlari yaxshi, tabiatiga keyin gap yo'q. Ayni kunlarda ushbu mahallada turizmni rivojlantirish maqsadida 20 dan ortiq mehmon uylari va dam olish maskanlari, 10 turga yaqin turizm xizmatlari tashkil etilgan bo'lib, ushbu qishloqning yo'l, elektr energiya infratuzilmalari ham yaxshilanmoqda.